o'tkaz, bor o'tkaz. Bor o'tkaz. Yordam beramiz, to'g'ri. Yo'q, tamommi? Noto'g'ri ketyapsiz-ku o'zi. Hayır, kecha o'to'g'ri tamom. Yordam beramiz sizga. Yo'q, kerak, rahmat. Yo'q, necha yoshdasiz? Men sizdan yosh. Yo'q, bilaman, mendan yoshsiz. 81 yoshli ekanlar, mendan yosh deyaptilar. Iloyim shunday bo'ling, bobojon. Nima qilay, to'xtang, men ushlayman. Men ushladim, nima qilay? Kerak ketyapsiz o'zi. Taksiyada nimcha beray, ha, shoshma. Bitta xavfsiz nimchasi beraman, bobojon. Ana bu sizni himoya qilish uchun, kechasi shofirlar ko'rishi uchun. Nimcha. 81 yoshli ekanlar, mana shu yoshda velosiped boshqaryaptilar. Hammaga hammasi qilsa avvalambor, bunaqa yoshda velosiped boshqarish. Futbolga shoshadi, Buxoro o'ynayapti. Futbolga shoshayotgan ekanlar, Buxoro o'ynayotgan ekan, iloyim Buxoro yutsin bugun. Qarang, nimchangiz yo'q-da, bobojon, bu sizga padarka. Menga bering Hasan. Bering ana Hasan, nimaga bering? To'xta. Bor bobo emas, bobojon. Hazilkash bobo ekan bizniki. Rahmat o'g'lim. Ha? Harakat ishtirokchilariga tilaklaringiz. Yo'q, u men bizni ham yo'qdan o'tib ketdilar. Allohu akbar. O'q yurmaysiz bobojon. Rahmat. Sekingina o'tiring. Rahmat. Iloyim safarlar bexatar bo'lsin, ko'rib turibsizlar, bobomiz juda ham yoshlari ulug', 81 yoshda, lekin shu yoshda ham velosiped boshqarib ketadi. Demak, siz va biz hammamiz shu yoshga yetish uchun avvalambor o'zimizni asrashimiz kerak.